Hello guys, assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Demak, bugungi mavzumizda Git Basic haqida gaplashar ekanmiz. Uni nimaligini, qanaqa vazifalar bajarishini va qanaqa muhim jihatlari borligini birgalikda ko'rib chiqamiz. Let's start. What is a Git? O'zi Git nima degan savolga javobni biz shunchaki loyihani versiyalarini nazorat qiladigan tizim, ularni tarixini saqlab boruvchi vosita, qism deb atasak ham bo'ladi. Masalan, Git bu loyihamiz uchun maxsus vaqt mashinasi, ya'ni time machine hisoblanadi. U fayllaringizda kim, qachon, qanaqa o'zgartirish kirityapti, hammasini istoriyada, ya'ni eslab qoladi. Agarda masalan aytaylik, bugun qanaqadir kodni buzib qo'ydik, ertaga hech qanaqa muammo bo'lmasligi uchun, osongina hal qilishimiz uchun unga qaytish imkonini beruvchi vosita ham Git hisoblanar ekan. Xo'sh, keling endi Gitni ichiga kiramiz. Nimalar bor ekan o'zi Git? Nima ekan? Endi repository yoki qisqacha repo deb ataydigan qism bor ekan. Bunda digital folders, storage space where you project files and see your entire Git story live. Bizda the repository, ya'ni bizni loyihamiz yashaydigan raqamli arxiv xonasi hisoblanadi va oddiy papkadan buni farqi qanaqa? U xonada har bir hujjatni eski varaqlar ham taxlanib saqlanadi, ya'ni arxivda yaqingacha bo'lgan narsalar saqlanadi, lekin repoda butun boshli eski nimalar ham saqlanishi mumkin. Arxivdagi narsalar ham saqlanishi mumkin. Local repo the repository stored directly on your own personal computer. Ya'ni bu aytyaptiki, agarda sizni o'zingizni kompyuteringizda bo'lsa, u local repo hisoblanadi. Remote repo, it means repository at the hosted online on cloud server. Ya'ni agarda u internetda bo'lsa, ya'ni bulutchada tursa, bu remote repo hisoblanadi. Boya aytganimdek, masalan, GitHubni olaylik. Mana shunga misol bo'la oladi. Endi commit tarixdagi snapshot hisoblanadi gaplashamiz. Commit recorded snapshot of your changes in the repository history. Bizda commit qismi bor. Agar kompyuter o'yinlarini bilsak, mana shunday o'yinni saqlab qo'yish degan qismi bor-ku, checkpoint deymiz uni. Agar buni bilsak, commit ikkalasi bir xil narsa. Ikkalasi bir xil, ya'ni ma'nosi bir xil. Biz kodni yozamiz, ya'ni ma'lum bir qismiga yetganda loyihani rasmga olib tarixga muhrlaymiz. Ya'ni tarixni tagiga nima deb yozamiz? Mana shu tugmani qo'shdim deb izoh yozishimiz bu commit message hisoblanadi. Okay? And the next page talk about branch, ya'ni parallel dunyolar. Branch o'zi nima? Bu independent line of development, ya'ni unda main or master branch bo'ladi. Bu degani primary branch where the stable working production code lives. Aytaylik, yana bir tasavvur qilaylik guys, bizda daraxt bor. Ya'ni bitta katta daraxt bor. Bu daraxt loyihani asosi hisoblanadi. Ya'ni u main branch hisoblanadi. Loyihani daraxtga qiyoslayapman, agar e'tibor bergan bo'lsanglar, va loyihani asosi main branch hisoblanadi. Agarda biz loyihaga yangi xavfli bir funksiyani qo'shmoqchi bo'lsak, daraxtdan bitta shoxchani ajratib olib, ya'ni yangi branch ochib, unga o'sha shoxchada tajriba qilib ko'ramiz. Ya'ni u orqali tajriba o'tkazib boramiz. Agarda u successfully o'xshasa, keyin daraxt tanasiga uni qo'shamiz. Ya'ni uni biriktiramiz. Mana shu branch qismi hisoblanadi. Okay. The push and the pull, ya'ni bulut bilan sinxronizatsiya hisoblanadi. Push bu nima? Upload your local command to remote repository. Pull verb, it means download the latest commit from a remote repository to your local computer. A push bu
kompyuterdan bulutga yo'nalgan strelka deyiladi. Endi pul esa bulutdan kompyuterga kelayotgan qism hisoblanadi. Masalan, aytaylik, telefonimizga rasm tushamiz, ya'ni uni commit qildik. Uni iCloud yoki Google Drive'ga yuklashimiz bu push hisoblanadi. Uni do'stimizga bulutga yuklagan yangi rasmi o'zimizga yuklab olishimiz bu pul hisoblanadi. Masalan, aytaylik, do'stimiznikida u narsa bulutga yuklangan yangi rasmni biz yuklab olishimiz bu pul hisoblanadi. Ya'ni download bilan uploadni biz birinchi darslarimizda tushuntirganmiz. O'ylaymanki, uni farqi haliyam yoningizda. I think you can remember it very well. Okay? Xo'sh, endi practical conversational template bor ekan bizda, ya'ni kundalik hayotda ishlatiladigan so'zlarimiz, gaplarimiz bor ekan. Bugungi mavzumizga taalluqli bo'lgan, ya'ni siz kelajakda foydalanadigan so'zlarimiz, gaplarimiz bor ekan, guys. For example, I just created a new local repository for the project. I will create a separate branch to develop the login page, or let me commit my changes with a clear message. Don't forget to pull the updates before you push your code. Men mana shu fe'llar orqali, not fe'l, ya'ni conversational gaplar orqali vazifa yuklaganman, guys. Mana shunga e'tiborli bo'lamiz, ya'ni bu shunchaki o'tkazib yubormaymiz, chunki sizni vazifa qismingizda ham bunga duch kelasiz. Shuning uchun har bitta slaydga, har bitta gapimga diqqat bilan e'tibor berishingizni so'rab qolardim, vazifa qismida qiynalmasligingiz uchun. Thank you for your attention, guys. Vazifalarni o'z vaqtida bajaramiz, darsga yaxshi yondashamiz. Bye, guys.